Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Sizlar bilan Zamin zargari ko'rsatuvining navbatdagi soni orqali ko'rishib turganimizdan benihoya mamnunmiz. Bugun biz ko'rsatuvimizni Marhamat tumanidagi Ko'tarma mahalla fuqarolar yig'ini hududida erta bahorda 10 gektarlik maydonda tashkil etilgan uzum bog'dan tayyorladik. Ayni paytda uzum bog' qator oralariga 90 bosli ekinlar ham ekilgan tadbirkor tomonidan. Ko'rsatuvimiz davomida ushbu uzum bog'da yetishtirilayotgan uzum navlari hamda mana shu sarimsoqdan kutilayotgan daromad haqida tadbirkor bilan bo'lib o'tadigan suhbatimiz davomida batafsil ma'lumotlar beramiz. Ko'rib guvohi bo'layotganingizdek, yangi tashkil etilgan ushbu uzum bog' eng so'nggi texnologiyalar yordamida yaratilgan va albatta bu yerdan o'tayotgan har bir fuqaroni ko'zini quvontirishi tabiiy albatta. Ushbu loyihani ishga tushirilishi natijasida bu yerda doimiy 30 nafar yangi ish o'rni ham yaratilgan. Marhamat tumanida ham so'nggi yillarda aholi bandligini ta'minlash, kambag'allikni qisqartirish, tadbirkorlikni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilyapti. Natijada yangi quvvatlar ishga tushirilib, eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarish hajmi ortmoqda. Mavzuni meva-sabzavot yetishtirish borasidagi ishlarga qaratadigan bo'lsak, Ko'tarma hududida erta bahorda tashkil etilgan zamonaviy uzum bog'ni alohida aytish mumkin. 10 gektar maydonni tashkil etadigan hududda 25 ming tub 12 turdagi eksportbop uzumlar parvarish qilinmoqda. Tadbirkor tomonidan amalga oshirilgan ushbu loyiha doirasida 30 nafar yangi ish o'rinlari ham yaratilgan. Biz erta bahordan beri shu yerda ishlayapmiz. 20 ta ayol, shu yerda ishsiz ayollar ishga joylashganmiz. Asosan bu yerda uzum bog'dorchilik qildik. Oralarda hozircha qo'shimcha deb pomidorlar ekdik erta bahordan beri. Ularni hozirda yig'ishtirib, mana hozir kuzgi mavsum uchun chesnoylar suqildi. Hozirda bemalol shu yerda 20 ta ayol ish bilan ta'minlanib, shu yerda ishlayapmiz. Tadbirkor uzumlar hosiliga kirgunga qadar bog' qator oralaridan ham samarali foydalanib kelmoqda. Erta bahorda pomidor, malina ekkan bo'lsa, ayni paytda ko'rib turganingizdek 2,5 gektar yerda 90 bosli ekin sifatida sarimsoq piyoz parvarish qilinyapti. Ko'rsatuvimiz dastlabida aynan Ko'tarma mahalla fuqarolar yig'inida o'z ish faoliyatini olib borayotgan hokim yordamchisi Nargiza opa bilan suhbatlashamiz. Nargiza opa, aytingchi, bugungi kunda mahallada aynan ishsizlikni oldini olish, kambag'allikni qisqartirish, yangi ish o'rinlarini yaratish borasida qanday ishlar amalga oshirilyapti? Assalomu alaykum. Avvalambor xush kelibsizlar. Hozirgi kunda Marhamat tumani Ko'tarma mahalla fuqarolar yig'inida Prezidentimiz, viloyat hokimimiz topshirig'iga asosan kambag'allikdan farovonlik sari, ya'ni kambag'allikda turgan, reyestrda turgan ishsiz fuqarolarni ishga joylashtirish, mahalladagi yoshlarni ishga joylashtirish, ish bilan band qilish maqsadida juda ko'p ishlar olib borilyapti. Hozirgi kunda tadbirkorimiz tomonidan erta bahorda yangi 10 gektarlik bog' tashkil etilib, kambag'allik reyestrida turgan fuqarolar, ishsiz yoshlar, ishsiz fuqarolarimizni 30 nafarini shu uzum bog'da ish bilan band. Bular hozirgi kunda bu yerda 8 xil turdagi uzum eksportbop navlari yetishtirilyapti. Albatta keyinchalik eksport bo'ladi. Hozirgi kunda bu yerlarda oraliq ekinlaridan ham bo'sh turmasdan oraliq ekinlardan foydalanib kelishmoqda. Ayni kunlarda ko'rib turibmiz, 90 bosli ekin sifatida bu yerda sarimsoq ham yetishtirilyapti. Hozirgi kunda yoshlarimiz bo'sh turmasligi uchun eksportbop mahsulot yetishtirish maqsadida oraliq ekinga sarimsoq piyoz ham ekilib, hozirgi kunda ish olib borilmoqda. Umuman mana shu yoshlarni daftarda turgan yoki ijtimoiy reyestrda turgan fuqarolarni bandligini ta'minlash maqsadida hududdagi ekin maydonlaridan ham ajratib berildimi ularga dehqonchilik qilishlari uchun? Albatta dehqonchilik qilishlari uchun yana 3 gektar yerimiz malinaga va kelgusida o'sha fuqarolar bo'sh bo'lmasligi uchun boshqa ekin turlari ekish uchun 15 sotiylikdan 20 nafar yoshlarga yer ajratib berildi. Ular bugun daromadi qanaqa endi ular? Hozirgi kunda daromadi yaxshi. Endi yildan yilga ular albatta o'zini malakasini oshirishib, hozirda nima yetishtirsak, qanday mahsulotlar yetishtirsak bizga foydali bo'ladi, daromad olamiz degan maqsadda o'z ish faoliyatlarini olib bormoqda.
Umuman mana shu ajratib berilgan yerlarda bir yilda necha marotaba hosil olishyapti ular? Hozirgi kunda bir yilda 3 marotaba hosil olinyapti. Mana o'zingiz ko'rib turibsiz. Bundan buyog'i 90 bosta ekiniga sarimsoq, piyoz, sabzi ekinlarini ekib, hozirgi kunda dehqonchilik bilan mashg'ul bo'lib kelishmoqda. Umuman yil boshidan agar hisob-kitob qilganimizda joriy yilning 10 oyi davomida bugungi kunda sizning hududingizda ishsizlar soni necha nafar edi? Bugun necha nafarga kamaydi yoki qisqarishiga erishildi? Bu yil boshidan albatta 2025-yil yanvar oyidan 156 nafar ishsiz fuqaromiz bor edi. Hozirda yer, tadbirkorlik kreditlar ajratilib, fuqarolar hozirgi kunda 12 nafar fuqaromiz qoldi. Xudo xolasa ularda ham hozirda kredit ajratish, suvda subsidiyalar berish bo'yicha kambag'allik reyestrida turgan fuqarolarga ajratilib, ular ham ish bilan band bo'lish jarayonlari olib borilmoqda. Demak, ular ham yil yakuniga qadar ishsiz emas, balki hunari bor, tadbirkor va o'zini o'zi band qilgan inson sifatida, demak, bandligi ta'minlanadi. Ta'minlanadi. Shularni ish bilan ta'minlash maqsadida ish jarayonlari olib bormoqdamiz. Kambag'allikdan chiqarish bo'yicha qanday ishlar olib borilyapti? Kambag'allikdan chiqarish bo'yicha fuqarolarni doimiy ishga joylashtiryapmiz. O'zini legallashtirish bo'yicha o'zini o'zi band qilib, ular uyda masalan tomorqa bilan band, chorvachilik bilan, parandachilik bilan, bog'dorchilik bilan band bo'lgan fuqarolar hammasini o'zini o'zi band qilib, davlat soliq inspeksiyasi tomonidan ro'yxatga olinib o'tkazilyapti. Doimiy ishga, masalan, fermerda ishlayotgan fuqarolarni doimiy ish bilan band qilish maqsadida mana bu yil juda ko'pchilik paxtaga chiqib, o'z hissasini qo'shib, paxtamizda mana bu yil birinchilardan bo'lib tumanimiz to'ldi. Hozirgi kunda ushbu fuqarolarni o'zi ishlayotgan fermerga doimiy ishga jalb qilindi, hujjatlar byurolashtirildi. Umuman olganda Nargiz opa mana shu ko'tarma mahalla fuqarolar yig'ini hududida shu kabi yil boshidan buyon nechta loyihalar ishga tushirildi? 20 nafar fuqaroga kredit ajratilib, ular o'rdakchilik, chorvachilik, parandachilik, dehqonchilik, bog'dorchilik, pena blok qilishyapti, ishlab chiqarishda shlaka blok qilishyapti. 20 nafar fuqaro o'z tadbirkorlik faoliyatini olib bormoqda. O'z-o'zidan ko'rinib turibdiki, aynan mana shu mahalla yettiligi tomonidan ko'rsatilayotgan alohida ko'mak, e'tibor va mana shularga yaratib berilayotgan fuqarolarga berilayotgan sharoit natijasida demak o'z-o'zidan ishsizlik kamayishiga erishilyapti va hududda iqtisodiy potensiali ham yuksalib boryapti. Albatta, yana yettilik bilan birgalikda biz kambag'allikdan chiqarish bo'yicha reyestrda turgan fuqarolarni har birini xonadonma-xonadon o'rganib, ularni doimiy ishga joylashtirib, o'zini o'zi band qilib, ishga chiqarmayotgan fuqarolarga yo sharoiti o'ta og'ir fuqarolarni holidan xabar olib, homiylar tomonidan yordamlar ko'rsatilib kelmoqda. Umuman mahalla tizimi to'g'risini aytganda, umuman isloh qilish bo'yicha o'tkazgan video selektorida yana yangi tashabbuslar ilgari surildi va yangi g'oyalar ilgari surildi va shu bilan birga o'sha mahalla yettiligi oldiga bir qator yangi vazifalar ham qo'yib berildi. Shulardan biri aynan mana shu mahalla yettiligi tomonidan hududdagi bo'sh turgan yer maydonlari, bino va inshootlarni auksionga chiqarish masalasi ham ko'tarildi, to'g'rimi? To'g'ri, hozirgi kunda men shuni aytib o'tishim mumkin. Mana shu yer ham erta bahordan samarasi foydalanib kelayotgan bo'sh joyligi uchun tadbirkorga berildi. 10 gektar yer berilib, mana hozirgi kunda bu yerda eksportbop uzumlar yetishtirilib, hozirgi kunda qo'shimcha ish o'rinlari yaratildi, sizlarga berildi. Umuman olganda biz ko'ryapmiz, mana shu yerdan o'tganki har bir inson bu yerga bir qarab o'tyapti-da, shunaqa bir chiroyli uzumboq tashkil etilgan. O'ylaymizki, kelgusida bu yerdan albatta mana shu xorijga eksport qilinadigan nima deydi, eng sara uzumlar yetishtiriladi. Albatta. Dastlab xonadonida uzum yetishtirib, keyinchalik tumanda ham bu yo'nalishda katta loyihalarni amalga oshirishni o'z oldiga maqsad qilgan Abdurasul ota Mamayev erta bahorda 10 gektarlik maydonda tuman hokimligining ko'magi yordamida o'z loyihasini amalga oshirib, uzumchilikda marhamat maktabini yaratishga kirishdi. Dastlab 70 ming tub uzum ko'chatlarini yetishtirib, aholiga tarqatdi. Hozirda ham uzumbog'da ekish uchun uzum nihollari parvarish qilinmoqda. Tadbirkor kelgusida uzumbog'ning har gektaridan 30 tonnagacha uzum yetishtirib, xorijiy davlatlarga eksport qilmoqchi. Yuqorida aytib o'tganimdek, endi aynan uzumbog' haqida tadbirkorimiz, dehqon Abdurasul otamiz ma'lumot berib o'tadi. Dastlabki savolim, Abdurasul ota, uzumchilik bilan shug'ullanish g'oyasi qayerdan keldi? Assalomu alaykum, avvalo xush kelibsizlar. Bu mana hozir ko'ryapsizlar, televizorlarda ko'ramiz, masalan, mana Oltiariq tumanlari, Farg'onada asosan nihoyat eksport yo'lga qo'yildi ularda. Aholini farovonchilik, uzumchilik bo'yicha ayniqsa. Shu mana ko'p tur masalan bizda masalan qishloqda mana Tomarxonimizda shug'ullanamiz uzum bilan. Nimaga Oltiariq qilganini biz qilmaymiz.
Nimaga qo'shni Buloqboshi Buloq tumanida mana yetishtirilgan? Buloqboshida nihoyatda rivojlanib ketdi uzumchilik. Nimaga shunaqa qilgan biz qilolmaymiz? Masalan, bizda ham qo'ldan keladi. Shunday qilib shunday harakat qildik-ku, mana tumanimizni hokimi nimasida mana xudoga shukr 10 gektar yerda oldik. Mana erta bahordan qurilish ishlarini qilib, ko'chatda ekdik, mana xudoga shukr. To'g'ri, maslahat ham oldik, ya'ni mutaxassislardan 6 orqalik buni ochiqni achish kerak. Mana Buloqboshlik mutaxassislardan ichiga erta bahorda ekin ekdik. Pomidor ekdik. Bu ham daromad. Bu ham daromad bo'ldi. Masalan, endi bu yerda masalan 20-30 ta odamni ish bilan ta'minlayapmiz. Ularda masalan oyligiga, boshqasiga, xarajatiga ularga shu yordam oldi. Endi mana kuzga 90 bosqiga mana xudoga shukr mana sarımsaq piyoz ekdik mana 4 gektar yerga. Bu ham albatta Bu ham ichki bozordan agar ortinadigan bo'lsangiz, bu ham eksportga yo'naltiramiz. Endi xudo o'zi birinchi o'rinda ichki bozor ta'minlab turib, masalan. Endi keyin iloji boricha eksportga maqsad shu endi xudoga shukr. Aynan mana shu uzumchilik sohasini tanlashingizga nima turtki bo'ldi endi? Aynan mana shu Oltiariq tajribasi, Buloqboshini uzumlari, to'g'rimi? To'g'ri. Endi menga qarang, mana ko'ryapsiz uzumlar saqlansa, endi narx-navoni ko'ryapsiz masalan. Buni masalan uzumni saqlab turib, nimaga sotadigan bo'lsangiz, bu masalan bir 20 bitta odam masalan 30 sotigini olgan chog'ida ham bemalol tirikchilik qilsa bo'ladi. Da buni. Bitta yoshni masalan bersa 30 sotigini. Olsang ma'no qilib, bemalol uni uzumni saqlab agar nima qiladigan bo'lsa, bemalol u chetga chiqib Rossiya bor, Pashega bor qilmasdan ishlasa bo'ladi mana shu yerda. Demak, yo'lga xorijga qo'yish chiqmasdan kerak. ham shu yerda daromad topish mumkin. Topish mumkin. Masalan, mana hozir bu yerda bunaqa mahalliy navlar asosan eksport navlar, masalan, mana yangi chiqqan Avatar deymiz, Rizamatota, F1 navlari, mana o'zimizni Husayni, bilsangiz, Mersma, Anjon qoralari ekilgan. Shu yerda 10 Shu yerda gektarlik 10 bog'da. gektarda. Yana bitta niyatimiz bor, masalan, bu yerda hozir 2 gektar yerga erta bahorda ishonchli joylardan qalamcha ekkanmiz, uzumni qalamchasini. Sir bo'lmasa qancha? 70 mingta qalamcha qilganmiz. Endi xudo xolasa bu yerda bitta o'zimiz emas, masalan, Marhamat tumanini xalqi shu uzumni olib, shu uzumni ko'paytirib nima qiladigan bo'lsa, Marhamat tumani eksport qilsa bo'ladi-da masalan. Aynan uzum yo'nalishida uzum bo'yicha. Masalan, keladi mana shu Marhamat tumani, masalan, mana ko'tarma qishlog'i, keladi shu yerdan umid qilib turib eksportga chiqarsa bo'laveradi. Demak, ana shu xonadondagi tomorqasidan, umuman mana shu hovlisidagi bo'sh turgan yerlardan ham unumli foydalanib, mana shu uzum yetishtirishni yo'lga qo'ysa, ham oilaga qo'shimcha daromad, ham bu tumanda aynan uzumchilik yo'nalishidagi eksportini ham oshirishga yordam beradi. Iqtisodga ham foydasi bor. Umuman mana shu sohada ko'p yillik tajribaga ega inson sifatida Marhamat tumanida aynan mana shu qaysi uzumlarni yetishtirish maqsadga muvofiq deysiz, iqlimidan kelib chiqib? Biz iqlimidan kelib, masalan, mana Anjon qoralar, Husayni, kelin borma deymiz, mana F1 bu bizni havomiz yaxshi xudoga shukr. Hamma nimani ko'taradi. Hamma uzumni nimasini, navini nimasiga mos. Hamma uzumni yetishtirsa bo'laveradi. Shu qarova, vaqtida agrotexnikasi, o'g'iti, endi har bir ekinga ham qarasangiz bo'ladi o'sha endi. Umuman bog' tashkil etish jarayonida mana shu yer tanlashda ham qaysi omillarga e'tibor qaratgan ma'qul deysiz? Hozir mana bu manda masalan 3 yilgacha buni ichidan mana qilib takroriy ekin mana to'sin bosib qilib boraman. Mana 3 yildan keyin uzum deydi, uzum u o'zim deydi-da endi. Uzum o'zim. O'zim. 3 yil vali 3 yil bo'lib turib meva kirgandan keyin buni ichiga o'zi nima? Toklari katta bo'lib, hosilga kirgandan keyin yopiladi, yopilgandan keyin buni ichiga nima qilinadi? Endi u bunda qolgandan keyin uzum endi yer sharoitiga qarab, masalan, mana shu biz yerlarda 3 marta suv ichadi, 3 marta 4 marta suv ichadi. Endi yerni bali ham endi hozir xudoga shukr mana hamma joyda yerni baliga qarab turib, o'g'itlar ishlari endi ketaveradi masalan. Uzumni rivojlanishiga qarab, kalta surishiga qarab turib. Umuman olganda mana shu uzum yetishtirishda uni haligi qiyinchiliklari haqida ham birozgina gapirsangiz. Qiyinchilari endi asosan ko'kartirib olish. Ko'kartirib o'sha sir bo'lmasa mana shu 10 gektarlik bog'da necha ming tut uzum yetishtirilyapti, parvarish qilinyapti. Hozir masalan 10 gektar yerda 25 mingta ko'chat bo'ladi. Endi biz to'g'ri mana oshirish kerak. Mana birinchi yilimiz hali endi ko'chatni ishonchli chetdan oldik. Bir gektarlik ko'karmaganlar bo'ldi. Endi uni udogacha mana qalam ekib qo'yganmiz ko'chat. Endi shuni nimasiga to'g'irlab boramiz. Demak, ko'karmay qolgan yoki unmay qolganlarning o'rniga ekiladi albatta. Ekiladi, albatta ekiladi. Shunda biz o'zimiz nimamiz bo'yicha 10 gektar yerda 25 ming tub ko'chat bo'ladi. Uzum ko'chati bo'ladi. Endi bu bog'imiz qachondan uzum hosilini berishni boshlaydi? Demak 3 yildan keyin. 3 yildan keyin xudo xohlasa hosil kerak. Demak, bugun bu yil birinchi yil. Birinchi yil. Demak, ko'rib turibmiz,
ko'plab mana shu joyda uzumlarimiz ko'kargan, dastlabki mana shu agrotexnikasi berilganini guvohi bo'lyapmiz. Demak, qolgan ana shu ko'karmagan yoki ana shu unib chiqmagan joylarga ham ekiladi. Uzog'i 2-3 yilda bu yerdan hosil yig'ishtirib olsa bo'ladi. Endi mana yaxshi nima qilgan bo'lsa 2 yilda o'zi nishoni beradi. 3 yilda hosil ekiladi, xudo xolasa. izlansa, intilsa, maqsad sari qo'rqmasdan qadam tashlansa, bizning yurtimizda orzular rejaga, reja esa loyihaga aylanib hayotga tatbiq etish mumkin. Negaki bizning yurtimizda tadbirkorlar uchun barcha eshiklar ochib berilgan. Endi ko'rib turibmiz, bog' intensiv usulda tashkil etilgan bog'. Bu nechiga necha sxemada ekilgan? Endi bu bo'yi 210. Endi mana bu qo'shinga deymiz, mana bu ustun. Ustun bilan ustunda orasi 4 metr. Endi mana oraliq, uzumda oralig'i 330. 330. Har bitta nimaga 3 tubdan ekkanmiz. Endi yana bitta narsa, biz mana buloq oltaralarni o'rgandik. Ular har 330 ga 2 tup kerak ekan. Biz endi ko'proq mana bizga buloq oshini iqlim yaqin-ku. Biz buloq osh ko'rmoqni turib 3 tup ekib turib, kaltayni sal ozroq qo'yamiz. Demak, bunda ham tajriba, ham mutaxassislar fikriga. Mutaxassis fikri. Endi bu haligi 10 gektar katta yerda-ku, bu endi hali tavakkal qilib bo'lmaydi. Bari mutaxassis fikrida. Bu haligi 5-10 so'tlik narsa emas endi. Bu 1 yillik, 2 yillik narsa emas. Mutaxassislarda maslahatlashish endi bular yo'lga qilyapmiz. Abdurasul ota, masalan, har bir loyihani amalga oshirish uchun birinchi o'rinda sarmoya kiritish kerak bo'ladi. Albatta. Sir bo'lmasa 10 gektarlik bog'ni tashkil etish uchun qancha sarmoya kiritdingiz? Sir bo'lmasa gektariga. Endi gektariga 100 million atrofida. Materiali, xarajati, usta haqi bo'lash 100 million atrofida bo'ldi gektariga. Nasib bo'lsa, agar mana shu 10 gektarlik bog'dagi o'sha 25 ming tub uzumlar agar hosilga kirib qoladigan bo'lsa, o'ylaymizki, menimcha mana shu sarf qilingan sarmoya ham foydasi bilan keladi. Albatta, endi buni o'zining samarasini beradi. Har qanday mehnat vijdondan qilib, hamma joyda qilsangiz, har qanday mehnat samarasini beradi. O'zi olsa, shu 3 yildan, 4 yildan keyin o'sha daromad kiramiz. Keling, shu yerda yana bir savol tug'iladi. Mana shu 10 gektarlik uzum bog'da ana shu hosilga kirgandan keyin necha tonna hosil olinadi shu yerdan, gektaridan? Masalan, katta nimalar shu 3 tonna. Gektardan 3 tonna uzum beradi. Demak, bu degani agar hosilga kirgandan keyin bu bog'dan bir yilda mana shu 30 tonna hosil yig'ishtirib olish mumkin bo'ladi. Aynan bu ishda sizni ko'p ilhomlantiradigan narsa nima? Aynan uzumchilik sohasida qiziqish, nimadan ilhomlanib bu ishlarni boshlagansiz? Endi bizni ota-bobomiz dehqon o'tgan. Xalqimiz dehqon, ota-bobomiz dehqon. Halol mehnat. Halol mehnat. Shu chetga chiqmasa ham, shu odamlarga ko'rsatibki, chetga chiqmasa ham shu o'zimizda sharoitlar yaratilyapti, xudoga shukr. Shu o'zimizda ham shu rivojlantirib, o'zimizda ham kuchaytirsa bo'ladi. Demak, mana shu yurtimizda ham halol mehnat qilib, yangilikka intiladigan bo'lsa, ana shu kelgusida hosildor navlarda ekadigan bo'lsa, demak, bu yurtda ham aynan mana shu xorijda topayotgan daromaddan 2 hissa ko'prog'ini ham topish mumkin ekan. Umuman kelgusida rejalar qanday endi? Rejalar, masalan, mana bu yil erta bordim, xudo xolasa mana 25-30 ta odamni ish bilan ta'minlayapmiz. Mana yaqinda mana buni kesishni boshlaymiz, buni ko'mamiz. Bu ish bilan ta'minlash haqiqatan foyda. Bu mana shu tumanda iqtisodiy potensialni ham yuksalishiga juda katta hissa qo'shadi. Albatta, albatta. Ayniqsa mana shu eksport rejasini bajarishda ham uzum menimcha meva sabzavot eksportida muhim rol o'ynaydi. Albatta. Asosan eksportbop uzumlarni ekdik. Maqsad ham shu endi. Ichki bozor ta'minlab turib, iloji bo'lsa eksport qilish. Endi ko'proq mana prezidentimiz ham aytayapti-ku. Chetga chiqishimiz kerak, harakat qilishimiz kerak. Endi yotaversang bermaydi. To'g'ri. Harakat qilish kerak. Hamma narsa harakatga bor. Mehnat qilish kerak, harakat qilish kerak. Umuman olganda samimiy suhbat uchun sizga rahmat. Kelgusida o'ylaymizki, mana shu yerda yetishtirilgan uzumlar ko'plab xorijiy davlatlarga yetib boradi degan umiddamiz va ishlaringizga faqat muvaffaqiyat tilaymiz. Rahmat. Bu Zamin zargari ko'rsatuvining navbatdagi soni edi. Andijon teleradio kanali dasturlarini kuzatishda davom eting. Hali eng qiziqarli ko'rsatuvlarimiz oldinda.